Lacetti mashinamiz kelgan akalar, 2013-yilgi 1.6 avtomat Lacetti Gentra qilingan holatda avariya bo'lgan akalar. Mashinamiz o'ta go'zal bo'lgan, Toshkentning mashinasi, lekin baxtsiz hodisa tufayli mana shu holatga tushib qolgan akalar. Ko'rsanglar bo'ladi, juda qattiq urilgan, даже motor korobkalariga ham ziyon yetgan. Mana bu kapotni ichki qatlami qovurg'asi bo'ladi akalar. Usilitel, shveyler, bamper, radiator, xullas mashina juda qattiq urilgan. Mana bu laboylari sinib yotibdi akalar. Eshik ramkalarini menimcha shopirni qutqaramiz deb eshik ramkalarini shopirlar tortgan bo'lsa kerak. Salon holatida rullari tushib ketgan, torpedkalar sinib ketgan akalar. Mashina juda ham qattiq urilgan. Bu tomonlarni ko'rsatsam, yaxshi turibdi. Mashina juda akkuratni bo'lgan ekan. Udar zo'r bo'lganini hisobiga qaranglar, mana bu yoqqa zigib berib yuborgan. Akalar, bu tomon ramkani ham qayirishgan. Sakadiskalarda yumshoq archa ballonlarda, xullas mashinani maza haydab qarab yurishgan ekan. Mana shu holatga tushib qolgan akalar. Egalari Instagram profili orqali menga murojaat qilishdi. Shunaqa urilgan mashinamiz bor, sotib olamiz deyishdi akalar. Bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa pachoqlangan, urilgan, yongan mashinalar olamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda telefon nomer qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Agarda bizga tanish bilishlarda avariyali mashina chiqib qolsa, bizga topib bersanglar, $100 dan $200 suyunchi puli beramiz akalar. Bemalol murojaat qilinglar. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.